O'g'lim baraka top. Juda yaxshi ishlar qilyapsan. Biz onang bilan sendan faxrlanamiz, xursandmiz. Kecha olib kelgan qo'y go'shtingni kelinim shunaqangi shiringina qilib sho'rvalar qildi. Mazza qilib pishirdik. Dadasi, ilohim baraka top bola. Rahmat onajonim. Dadamni sizni duolaringiz sababli mana shunday darajaga yetib yuribmiz. Borlaringiz shu. Men senga aytgan baraka formulasini juda to'g'ri olib boryapsan. Mana bu kartamda pul bor. Ertaga ota-onang ko'rib kelin. Maza qilib ota-onang bilan restoranga boringlar. Ovqatlanib, bo'pmi? Ular xursand qilib kelgin. Rahmat dadasi, ilohim pullaringiz ko'p bo'lsin. Uyimdagilar ham rosa xursand bo'lib sizni har doim duo qilishadi. Mayli Shahzodaxon. Mayli Shahzodaxon, sog'lig'ini olib sani ketib yoting, xo'p? Rahmat, yaxshi aytib olinglar. Aka, sizga kattakon rahmat. To'g'risi, ozgina xijolat bo'ldim. Singlim, umuman xijolat bo'lmagin, xo'pmi? Hozir bergan pulimni kam ko'zlarga ishlatilsan. Yetmay qolsa, kam bo'ladigan bo'lsa, yana telefon qilasan, kartangni tashlab yuboraman. Maylimi? Ishlaring hal qilib olgin. Kuyovga salom ayt. Rahmat kattakon. Yaxshi o'tiring. Jiyanlarim olib borgin uyga. Xo'p, Allohim iloyim akam ishlarini o'zing barakasini ber. Mayli onasi, yaxshi o'tiringlar. Ishdan qaytishimda olib ketaman. Opangga ma'nomni salom aytib qo'ying. Aytgancha, to'yga to'yona qilib, zo'r gilinlardan buyurtma berib qo'yganman. Voy adasi, juda ham xursand qildingiz. Opam ham xursand bo'ladigan bo'ldilar. Ilohim ishlaringiz barakasini bersin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, qolmang. Sizmisan? O'zing yaxshimisan? Rahmat aka. Charchamasdan? Aka. Rahmat. Xullas, mana buni arzimasam olib qo'yasiz. Aniq hisob cheksin. Hozir uy qurish ham, tom ko'tarish ham oson emas. Buni qaranglar. Ustaraga pulini qayerdan olib beraman deb o'ylab turdim. Endi o'ylamaysiz akajon. Seni Alloh yetqizdi ukam. Boringga shukr. Rahmat. Ming rahmat. Barakaga bersin. Rahmat akajon. Adasi, sizga bitta gap aytmasam bo'lmaydi. Kecha ukam mashinasini urib olibdi, shunga ozgina yordam qilsa yaxshi bo'lardi. Xabarim bor. Kecha ukam telefon qilgandi. O'zim borib, usta bilan gaplashdim. Kechani o'zida hal qildik. Rahmat adasi, hammasi uchun. Har doim ota-onamga, opamlarga, ukamlarga yordam berasiz. Alloh hamisha sizni ishlaringizni barakasini bersin adasi. Onasi bilasan, seni ota-onangga, jigarlaringga, sizlar rahim qilib ularga yaxshilik qilganimdan beri barakam 2 hissa ortdi. Ishlarim yana ham rivojlanib ketdi. Rahmat senga, boringga shukr. Adamning bir gaplari hali ham quloqimda. Baraka formulasi mana shu yerda ishlayapti. Demak, adam to'g'ri gapirgan ekan. O'g'lim, baraka top. Topgan tuskaniga Alloh barokat bersin. Allohu akbar. Alloh akbar. Hurmatli ota-onalar, mana bu baraka formulasi deyiladi. Siz ham oilangizda farzandlaringizga baraka formulasini har kuni rejangizga kiritib uqtirib boring.